Assalomu alaykum. Meni ismim Zamira Abdurahmonova. Men Karzinar avtochexol ishlab chiqarish korxonasida HRD lavozimida ishlayman. Faoliyatim davomida menga xodimlar o'rtasidagi muloqotni yaxshilash uchun va kompaniyada korporativ muhitni ham to'g'ri shakllantira olishim uchun bu trening menga manfaatli bo'lganini bilgan holda reklamalar orqali men keldim. Bu xudo xohlasa ikkinchi modulni bitirishim, birinchi modulda ham o'qidim va ikkinchi modulda guruh dinamikasini bosqichlarini o'tdim. Bu juda ham manfaatli bo'ldi. Bundan ham tashqari bizga Lola opa juda ham ko'p yaxshi bilimlarni berdilar. Bundan juda ham xursandmiz. Ayniqsa guruhlar bilan qanaqa ishlash, xodimlarni to'g'ri taqsimlay olish va guruhda qanaqa etapdagi xodimlar bo'lishini bilish kerakligi to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Men bu kursni bo'lim boshliqlariga, boshqaruvdagi xodimlarga va HRlarimizga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi biz trening bo'yicha o'qiyotgan metodlarimizni korxonada qo'llasak, juda ham katta o'zgarishlarga sababchi bo'ladi. Men mana shu birinchi modulni bitirganimda ikkita trening o'tkazdim. Korporativ madaniyat va savdo bo'limiga savdoni oshirish yo'llari bo'yicha treninglarni o'tkazdim va korxonada buni natijasini xodimlarda ko'ra oldim. Va bu narsani barchaga tavsiya qila olaman. Kursga gap bo'lishi mumkin emas, zo'r.